O'g'il farzand ko'rishni rejalashtirmoqchi bo'lganda nima deymiz? Homilaning o'g'il yoki qiz jinsida bo'lishi o'g'il farzand ko'rish ehtimoli yuqori bo'ladi. Farzandning qiz yoki o'g'il bo'lishi faqat va faqat Allohdan. Lekin tibbiyotda qiz yoki o'g'il farzand ko'rishni rejalashtirganda bunga berilgan ma'lum tavsiyalar bor. Homilaning o'g'il yoki qiz jinsida bo'lishi faqat va faqat erkak kishiga bog'liq bo'ladi. Bekorga aytishmagan, nima eksang shuni o'rasan. Sog'lom odamda 46 ta xromosoma bo'ladi, ya'ni 23 ta juft. Bundan 22 jufti autosom, ya'ni erkak va ayollarda bir xil bo'ladi. Faqat bir juft xromosoma jinsni aniqlovchi, ya'ni ayollarda XX xromosoma bo'ladi, erkaklarda esa XY xromosoma bo'ladi. Agar ayolni tuxum hujayrasini erkak urug'idan Y saqlovchi spermatozoid urug'lantirsa, o'g'il homila. Agar ayolni tuxum hujayrasini erkak urug'idan X saqlovchi spermatozoidlar urug'lantirsa, unda qiz homila bo'ladi. Kalendar ko'rib berasizmi? O'g'il yoki qiz farzand ko'rishga rejalashtirayotgan edik degan savollar bilan juda ko'p patsientlarimiz murojaat qilishadi. Yo'q, kalendar ko'rmayman. Chunki yapon, grek hamda xitoy kalendarlari bular insonlar tomonidan yaratilgan bo'lib, ular ilmiy asoslanmagan, raqamlarga asoslangan noto'g'ri ma'lumotlar hisoblanadi. Tibbiyotda o'g'il yoki qiz farzand ko'rishni rejalashtirayotgan juftliklarga kerakli ma'lum tavsiyalar bor. O'g'il farzand ko'rishni rejalashtirmoqchi bo'lganda nima deymiz? Ya'ni Y xromosoma saqlovchi spermatozoidlar tez harakat qiladi, lekin ularni yashash vaqti juda kam bo'ladi. Buning uchun ayolga siz qaysning 9, 11, 13 kunlari folikulometriya qildirish uchun murojaat qilishingiz lozim deb aytamiz. Ovulyatsiya paytida yoki ovulyatsiyadan 12 soat oldingi bo'lgan jinsiy aloqadan o'g'il farzand ko'rish ehtimoli yuqori bo'ladi. Bundan tashqari bunga boshqa faktorlar ham bor, ya'ni ayolda orgazm bo'lishi. Orgazm paytida qinda ishqoriy muhit bo'lib, Y xromosoma saqlovchi spermatozoidlar tez harakat qiladi. Bundan tashqari boshqa qo'shimcha faktorlar ham bor. Ovqatlanish, pozalar, stress bu qo'shimcha faktorlarga kiradi. Siz o'g'il yoki qiz farzand ko'rishni rejalashtirmoqchimisiz? Buning uchun siz Nasaknet klinikasining malakali ginekologlariga, urolog-androloglariga murojaat qiling. Ushbu ma'lumotlarni farzand ko'rishni rejalashtirayotgan tanishlaringizga yuborib qo'ying. Ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarimizga obuna bo'ling.